Assalomu alaykum. Qo'qon universiteti Andijon filialida ilmli ayol jamiyat ko'zgusi mavzusida universitet ayol o'qituvchilari va talaba qizlarining ilmiy ishlari bo'yicha ko'rgazma tashkil etildi. Mana bugun Olim ayollar haftaligi doirasida Qo'qon universiteti Andijon filialida ilmli ayol professor o'qituvchilarimiz ko'rgazmasi tashkil etildi. Bu ko'rgazma talaba qizlarimiz uchun motivatsiya bo'ladi hamda kelajakdagi ilmiy faoliyatiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Mana bugungi ko'rgazmada tillarni o'qitish kafedrasi ayollari o'z ilmiy mahsulotlari bilan qatnashyapmiz. O'ylaymizki, bu mahsulotlar talabalarga katta motivatsiya beradi, ularni o'z ustida ishlashga undaydi va bundan ham katta yutuqlarga erishishga chaqiradi.